Hop. Endi keladigan bo'lsak, bu kalla. Asosiy ko'pchilikda bo'yin limfa tomirlari nima qiladi? Shishadi, bezlar. To'g'rimi? Bu endi hozir bitta tizimman o'zi juda ko'p bu yerda bezlar. Qaysi dori shikast yesa ikkinchisi shishadi. U shishsa ikkinchisi ketma-ket. Shuni Alloh yaratib qo'ygan himoya maqsadida. Chunki eng ko'pi ichak bilan bu yerda. Qo'ltiq ostida, choq ostida bo'ladi. Yig'iluvchi. Xo'p, bizda eng iflos joy og'iz bo'shlig'i. Og'iz bo'shlig'ida почти 90-95% odamlarda angina bo'ladi. Angina to'g'risida ma'lumot bor. Va adenoid bo'ladi bolalarda, immunitet rivojlanayotganda. Bu nima qiladi? Bu limfa sistemasiga kiradi, bu bez, bu himoya bezi. Xo'p, tashqaridan biz yashayapmizmi? Xohlasak, xohlamasak, biz nafas olamiz. Tashqaridan infeksiya nima qildi? Kirdi. Bu infeksiyalarni to'liq o'pkaga o'tib ketmasligi uchun bu teshillik qavat va limfa bezlari ushlab qolib, buni neytrallashni boshlaydi. Qancha ko'p infeksiya kirsa, qancha ko'p shamollasa, bu kattalashadi, tezroq ko'proq infeksiyani ushlab qolish maqsadida, tuzatish maqsadida. Bu immunitet. Qanchadir miqdori kirdi, misol uchun normada 1 sekundda 10 ta infeksiya kirdi deylik. 10 ta infeksiya bir-biriga o'tib o'ldirib 10 ta infeksiyani nima qiladi? Yuragiga kirib ketayotgan bo'yinturuq venaga o'tkazib oladi. O'ldirib, neytrallab, tushuntira oldimmi? Zararsizlantirib. Tozalab. Ha, albatta. Chegaradan o'tganmisiz, boshqa shaharga o'tsangiz, har bittasini tekshirib, rentgenlar qilib o'tkazadi. Mana bizda tarafiya bo'lgan narsa xuddi shunaqa chegarada, etap-etap chegaradan o'tib, tozalab chiqarib olishadi. Keyin qon orqali pochka yo teridan chiqib ketaveradi. Tushuntira oldimmi? Bolada shamollagandan keyin limfa bezi shishadi o'zi. Bola shamollayotganda qanaqadir infeksiya yuqqan. Bu degani 10 ta emasda, mingta yoki 10 mingta infeksiya kirib qoldi. O'zi bu limfalar 100 taga mo'ljallangan bo'lgan infeksiya o'ldirishga, lekin katta nagruskaga tushdimi, bular shishishni boshlaydi. Bu yoqqa o'tib ketmasligi uchun, tezroq o'ldiradi, nafas yo'liga o'tib ketmasligi uchun. Keyingi limfalar shishadi. Shishgan sari bularni o'ldirishni boshlaydi. Hammasini yig'ib olay deydi, qop to'ladi-yu, kichkina bo'lib qolmaydi, ichini qopni to'ldiradi-da, infeksiyani o'ldirishni boshlaydi. Agarda to'liq o'ldira olmasa, immunitet yetmasa, bu infeksiyalar o'tda aktiv holatga kelib, atrofdagi to'qimalarni nima qiladi? O'ldirishni boshlaydi va chandiqlashni boshlaydi limfa. Tushuntira oldimmi? Bir xil bemorlarimizda rosa lecheniya qilamiz, lekin chandiqlashib qolgan bo'ladi. U chandiqlashgan limfa tugum kimdadir 10 yilda, kimdadir 30 yilda, kimdadir so'rilmaslik ehtimoli ham bor. Turaveradi, xalaqit bermaydi. Agarda xalaqit berib diskomfort bo'lsa, uni olib tashladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, kirdi, keyin qachondir bu to'xtaydi. Endi vechni kirmaydi-yu, bitta kirdi, kontaktda bo'ldi, infeksion odam bilan yo qayerdadir borib yuqtirib oldi. To'xtadi. Endi bola tuzaldi. Lekin mana hali infeksiyalari bor. Va tomiri nima qildi? Limfa tomiri zararladi va chandiqlashdi limfa tomirlari. Endi haligi 10 ta soniyasiga kirayotgan infeksiya kiraveradi, chunki yashayapmizmi, to'xtamaymiz, bu nagruskada ishlayapti hali ham. Lekin 5 ta chiqyapti, 5 ta nima qilyapti? Bu yerda qolib ketyapti. Toraydi-da. Biz hadeb kanalizatsiyaga yomon narsalarni oqizib o'rsak, torayadi, suv ketmaslik ehtimoli ko'payadi. Ozgina kutib tursak ketadi. Oldindagi 100% ketmayapti, 50% ketyapti. Tushuntira oldimmi? Lekin foydalanishimiz kerak, qo'limizni yuvishimiz kerak, yuzimizni yuvishimiz kerak, yashayapmiz. Endi to'xtatib qo'ysak, iloji yo'q. Barga yuvishimiz kerak, tuzatishimiz kerak. Xuddi shunaqa mexanizm. Bu yerda ham suvni infeksiya kiryapti, 5 ta ushlayapti, 5 ta chiqib ketyapti. Shuni biz yo'lini ochishimiz kerak, pakoy berib. Iloji boricha infeksiya kirmasligiga harakat qilib. Tushuntira oldimmi? Xo'p, biz nima qilamiz?